Assalomu alaykum, assalomu alaykum. YouTube kuzatuvchilari, chorva ishqibozlar, aka-ukalar, xudo xolasa urg'ochilarda o'ta zo'rlaridan so'raganlarga mana hurmatli obunachilar, zo'rlari keldi. Hurmatli obunachilar, toza Qirg'iziston Bishkek qo'ylari. Xudo xolasa o'ta zo'ridan boqaman deganlarga mana. Xudo xolasa o'ta go'zallar aka-ukalar. Hammasi tishdimda, xudo xolasa zo'ridan boqaman deganlarga. Mana lekin mana bu ham juda bo'lakcha qo'y. Aka-ukalar o'ta chars, o'ta yo'q. Boqsangiz zo'rdan boqing mana. O'ta go'zallar aka-ukalar. Xudo xolasa soni 3 dona aka-ukalar. Bo'y baslarini xudo xolasa 80 plus kilogramm. O'ta zo'rdan boqaman deganlarga mana soni 3 dona. Mana shu ikkala chekkadagi ekitishdan mana shu ikkalasi. Hurmatli aka-ukalar. Lekin nariga hali tish yormagan qo'zoq. Mana zo'ridan boqaman deganlarga tashab qo'yasizlar xudo xolasa. Xo'sh, hurmatli obunachilar, bo'y baslarini aytib o'tib, xudo xolasa 80 plus kilogrammdan. Yosh oyliklari, bo'y baslar hammani aytdik. Bular narxi, videoni ko'p cho'zmaymiz. Narxi bo'ladigan narxi 7.200 ming so'mdan bo'lsa, oxiri taqilgan narxi. Dastlabkani Toshkentda qilib beriladi bular. Ammo undan yo kelishlar, hurmatli obunachilar. Tanlab olishga plus minusi bor. Xudo xolasa zo'ridan boqaman deganlarga mana 3 dona tashab qo'yasizlar aka-ukalar. Mana o'ta chars qo'ylarimiz, o'ta yo'q. Mana ko'rishingiz mumkin. Hammasi tishdimda. Razrez o'ta cho'tki, xudo xolasa. Aloqa chiqaversa navbat ikkinchi partiyaga. Hurmatli obunachilar, mana ikkinchi partiyamizga 5 dona. Xudo xolasa hammasi qo'chqor, o'ta go'zalidan so'raganlarga. Toza Qirg'iziston Bishkek qo'zi qo'chqorlar, hurmatli obunachilar, xudo xolasa hammasi kuchman nimasi yo'q. Hammasi o'ta danagidan so'raganlar. Quloqqa bitta hamma to'rib qolsa, quloq ham 19 plus. Hammasi tishdimda, raketadimda. Xudo xolasa bittasi ham yotuvdimda shu. Hurmatli aka-ukalar, mana uzoqdan ham ko'rsatyapmiz. Hurmatli obunachilar, zo'ridan boqaman deganlarga xudo xolasa hammasi o'ta go'zal. Tishdimbasidan so'raganlarga, oq yuz, oq quloqdan so'raganlarga mana. Xudo xolasa yosh oyligi 6 oylik atrofida. Undan kam emas. Bo'y baslari 75 plus minusga real olaverasizlar. 80, 85 ishi. Juni ichida emas, mana yunglar oq qo'yilgan. Mana go'sht yo'nalishi uchun, zot yo'nalishi uchun farqi yo'q. Mana hammasi o'ta go'zal. Mana ko'rdilar. Hurmatli obunachilar, mana biz videoni ko'p cho'zmaymiz. Buni bir joyga 5 tasi. Narxi 4.700 ming so'mdan bo'lsa, dastlabkani Samarqandga qilib beriladi. Ammo undan yo kelishamiz, hurmatli obunachilar. Zo'ridan boqaman deganlarga. Kelib ko'raman deganlar lokatsiyani tashlab beramiz. Yana bir 3-partiyaga. Aka-ukalar, xudo xolasa 3-partiyamiz 2 dona. Ular qirg'iz qo'chqor, hurmatli obunachilar. Go'sht yo'nalishi, xudo xolasa. O'ta go'zal ekanlar. Xudo xolasa. Ikkalasini tishdimda. Bo'yini garantiya 75 plus kilogrammlar. Xudo xolasa. Uyaltirmaydi ikkalasi ham. Mana yosh oyligi ularga 6-7 oy atrofida. Zo'ridan boqaman deganlarga tashab qo'yasizlar. Ikkalasi o'ta go'zal, xudo xolasa. Bitta yungini oldirib, bitta nechini qilib qo'ysalar ham xudo xolasa. Yemga tayyor variant, hurmatli obunachilar. Xo'sh, hurmatli obunachilar, buni videoni ko'p cho'zmaymiz. Hamma gap narxida. Xo'sh, ikkalasi bir joyga bo'lsa 5 million so'mdan ozmoz xayriga o'tib beriladi. Dastlabkani xudo xolasa Samarqandga qilib beriladi. Kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqaverasizlar. Videolarimizda xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.